Prezidentning rafiqasi og'ir ahvolda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir donadan like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyevning rafiqasi Sara Nazarboyeva shifoxonaga yotqizildi. Bu haqda Olma-ota jamoat kengashi a'zosi Rafael Gasanov Facebook sahifasida ma'lum qildi. Ular Sara Alpisovnaning kasal ekani rostmi deb so'rashadi. Ha, afsuski bu haqiqat deya yozgan u. Gasanov Nazarboyeva qanday kasallikdan aziyat chekayotgani aniqlik kiritilmagan, ammo u yaqin qarindoshlar bilan Olma-otadagi Qozog'iston prezident ma'muriyatining tibbiy markazida davolanayotganini yozgan. Ammo Qozog'iston prezidenti ma'muriyatining tibbiyot markazi shifoxonasi sobiq prezidenti birinchi xonimning u yerga yotqizilgani haqida ma'lumot tasdiqlanmadi, balki inkor ham qilmagan. Ma'lumot uchun, Sara Nazarboyevaning 1941-yil 12 fevralda Qarag'anda viloyatida tug'ilgan va maktabdan keyin iqtisodchi diplomini olgan. U Nazarboyev bilan 21 yoshida tanishgan va ularning nikohidan 3 qiz tug'ilgan, deya xabar beriladi. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.